xil somsa qilingan. Oshqovoning bo'ldi. Endi go'shtlikka navbat. Go'shtlik to'rtburchak, oshqovon sal chekasi yuklanganroq qilgan. Oltondirim. Tondir tirik bo'ladi, u eshitadi odam. Amrasam. Angang qo'shavering. Kelavering. Mana ustini yopdik. Chunki yerga cho'qdi yopilgan, dimdan pishib olishi ichida masala bor. Bundan keyin ochamiz. Assalomu alaykum. Mana bitta somsamiz pishdi. Mana. Yaxshimi ichidan nima bor ekan? Ichini endi yeymiz-da. Tondirchiga rahmat. Yaxshi tondir berib yubordi. Men sal chaqirdagilarni olsin. Tondirchiga rahmat. Tondirimiz zo'r chiqdi. Somsani qarang ko'pligi. Mana bunaqasi oshqovolik, bu go'shtlik. Sal pastdagilar endi qoraydi. Birinchisida shunaqa o'rganguncha. To'g'ri yaxshi ekan, biroq tondirlar bilasizmi, orqasini bermay, kesak ko'p chiqib beradi. Endi nonni ozgina kutamiz. Uni ochib, mana qarang. Mana shuncha somsa yopdik. Bunisi go'shtlik, bu yoqda oshqovol. Kelinglar somsaga. Mana nonimiz ham pishdi. Bu yog'li non bo'lgani uchun qisir-qisir. Turishadi.